Davron Akbarning ikkinchi qism kitobi 3-variant g'azal tahlili. Alisher Navoiyning 9 baytli g'azali, ya'ni bu oqshom holima sham o'rtanib parvona andin ko'p. Chamanda otashin gul bulbuli devona andin ko'p matlali g'azalini tahlili bilan tanishamiz. Xo'p, matlada aytilishicha, bu oqshom, ya'ni bugungi tunda oqshomda sham oshiqning holiga juda qattiq o'rtanibdi. Ya'ni holiga nima qilibdi? Siqilibdi, hamdard bo'libdi ma'nosida. Parvona esa shamdan ham ortiq ko'proq oshiqning holiga achinibdi. Hattoki chamanda otashin gul ham va guldan ham ortiq ravishda bulbul, devona bulbul ham undan ko'proq oshiqning ahvoliga, ya'ni holiga o'rtanibdi. Ikkinchi bayt. Itib men gard aro vayronim ichra, baski boshimga falak ko'p yog'dirur gardi fano, vayrona andin ko'p. Xo'p, itib men, ya'ni yo'qoldim deyapti. Mana shu gard aro, borliq aro men yo'qoldim. Vayrona uyimda, baski boshimga, ya'ni mening boshimga falak ko'p yog'dirur gardi fano. Ya'ni gardi fano bu o'tkinchilikni, qayg'uni nima deyapti? Falak mening boshimga andan ko'p, ya'ni vayrona yo'q. Nimaga? Falak meni boshimga o'tkinchilikni ko'p yog'dirdi deyapti. Mana shu vayronim ichra, lekin vayronalik andan ko'p, ya'ni falak yog'dirgan balolardan ham ko'proq deyapti. Emas anjum, ya'ni anjum bu yulduzlar. Yulduzlar emas deyapti. Qazo ko'k mazraida. Mazrai bu ekin maydon ma'nosida keladi. Qazo ko'k mazraida sochdi g'am tuxumini. Qazo bu qazo qilmoq, yo'q bo'lmoq. Ko'kning maydonida, ya'ni osmonda deyapti. Osmondagilar bu yulduzlar emas deyapti. Bular g'amning tuxumi, ya'ni sochilgan g'amning tuxumlari bu deyapti. Vali to'kdi ko'zim g'am shomi mundoq dona andin ko'p. Ammo lekin mening ko'zim deyapti g'am shomini, ya'ni g'amning tunida undan ham, ya'ni osmondagi g'am tuxumlaridan ham ortiq bo'lgan shodani, ya'ni donani ko'proq to'kdi deyapti. Ya'ni ko'z yoshlarim yulduzlardan ham ortiq degan ma'no. Ne muftiq sab holim bori hijron ichra kim ko'rgach, topor andin malolat oshna begona andin ko'p. Ne muftiq, ya'ni muftiq bu yerda nima desak, haddan ortiq degan ma'noda keladi. Hadni muftiq esa sab holim, sab ya'ni qiyinchilik ma'nosida. Ne muftiq sab holim bori hijron ichra kim ko'rgach. Xo'p, mening bu haddan ortiq qiyinchilik, hijron ichra jonim deyapti. Nima deydi? Kim ko'rsa, meni bu hijrondan qiynalayotgan jonimni kim ko'rsa, undan oshnam ham, hatto oshnalarim ham malolat topadi deydi. Nima esa begona esa oshnalarimdan ham ortiq meni ko'nglimdagi sab holimdan, ya'ni qiyinchiliklarni, ko'nglimdagi hijron qiyinchiliklarini begonalar oshnalarimdan ham ortiq malolat ko'radi deyapti. Ne qattiq hajr erur jonimga kim, sayru sukun vaqti, chaman gashta halok aylar buzuq koshona andin ko'p. Xo'p, ne qattiq hajr erur jonimga kim, jonimga qanday qattiq, ya'ni hijron azobi bor deyapti. Sayru sukun vaqti, ya'ni sayru sukun degani harakatsiz, sukun harakatsiz degan ma'noda, tinch holatda sayr qilish, ya'ni sayr qilayotgan holatda, ya'ni sayrda o'tirgan holatimda deydi. Menga qanday bu
mening jonimga qanday bu hijron, qattiq hijron azobiki, chaman gashti halok aylar. Chamandagi gashtda men o'zimni halok aylashga roziman deyapti. Ammo ya'ni sayrga chiqmay o'zimning nimamda xonamda o'tiradigan bo'lsam, koshonamning buzuqligi undan ham ortiq ravishda menga azob beradi degan ma'no bor. Agar oshiqligim jurum erdi, jurum bu yerda gunoh ayb ma'nosida. O'ltur solma hijronga, ko'p bo'lsa jurum hud ermas ravo, jurmona andin ko'p. Agar mening oshiqligim gunoh bo'lsa, o'ltir meni, ya'ni o'ldir meni deyapti. Ammo mening boshimga hijroningni solma. Ko'p bo'lsa jurum hud ermas ravo, ya'ni nima qilish, gunoh qilish, ko'p gunoh qilish hud ermas, zarar emas deyapti. Jurmona qilish, ya'ni gunoh uchun berilgan jazo andin ko'p, ya'ni ko'p xato bo'lmasa ham unga nimani, gunoh uchun beriladigan jazoni berish ko'proq deyapti. 7-bayt. Fano mayxonasiga sol meni ey rindi orif kim, g'amimni o'ksutur dayri fano mayxona andin ko'p. Xo'p, fano bu o'tkinchilik. O'tkinchi mayxonaga sol meni deydi. Rind orif degani, rind bu nima? Bizada misol mullalar, shayxlar deydigan bo'lsak, o'zga din vakillaridagi oliy tabaqadagi insonlar, ruhoniylar bir so'z bilan aytganda. Ey orif ruhoniy, meni o'tkinchilik mayxonasiga sol, chaqir deyapti. G'amimni o'ksitur dayri fano, dayri ya'ni bu yerda ibodatxona ma'nosida. O'tkinchi ibodatxonada g'amimni esimdan chiqarishni xohlayman deyapti. Mayxona andin ko'p, ammo mayxona, ya'ni fanodan ko'ra mayxona ko'proq deyapti. Xo'p, keyingi. Demak, 8-bayt endi yuqoridagi baytlardan farqli ravishda bu dunyoning o'tkinchi ekanligi, umuman qanday ijtimoiy didaktik ma'no kasb etgan bayt hisoblanadi. Bilasiz, begona bayt bu, maqtadan oldingi bayt. Jahonda faqr kasb et, mayli ko'p qilma g'ino sori, kim undan oz etibdir orzu farzona andin ko'p. Xo'p, jahonda deydi, faqrni kasb et, ya'ni kambag'allikni odat qilgi deyapti. Mayl ko'p qilma, ya'ni g'inosor. G'ino bu boylik. Boylik sari maylni, xohish, istakni ko'p qilma deyapti. Qilma ki mundan oz etibdir orzu, ya'ni boylikni orzu qilganlar bu dunyoda oz deydi. Lekin farzona, ya'ni aqlli insonlar undan ko'proq deyapti. Navoiy oxi tunu kun bulbuli parvonani o'rtarki, ishq o'tini davo qilmag'aylar yoni andin ko'p. Xo'p, Navoiy tunu kun bulbul parvonani o'rtaydiki, ishq o'tini davo qilmag'aylar, yana ishq o'tini davo qiladiganlar undan ham ko'p, ya'ni 28-savol. G'azal haqidagi to'g'ri hukmni aniqlashimiz kerak. Xo'p, oshiqning hijron azobi bulbul va parvonadan ham ortiq ekanligi nazarda tutilgan. To'g'ri. Demak, oshiqning ko'z yoshlari osmondan tushuvchi yomg'irga tashbih qilingan. Yo'q, yomg'irga tashbih qilinmagan. Oshiqning ko'z yoshlari yulduzlardan ham ortiq ekanligi aytilgan. Yorning hajr azobida oshiqning oshnolari ham begonaga aylanganligi. Yo'q. Oshiqning hajr azobida begonalar oshnolardan ham ortiq achinishi bayon etilgan. Oshiqning oqlaridan changi tozalar yuzaga kelganligi haqida gap ketmagan. Xo'p, to'g'ri javob A javob bo'ladi. 29. She'riy san'atlar ishtirok etgan, ya'ni g'azalda qanday she'riy san'atlar ishtirok etgan? Birinchi, husn talil, baytdagi fikrni chiroyli dalillash mavjud. Mana bu yerda bor, ya'ni oshiq har oqshom xoliman, sham o'rtanib parvona andin ko'p, chamanda gul. Bu yerda sham
ya'ni yorug'ga parvona har doim o'rtanishi yokida gulga bulbulning devona bo'lishi o'zi odatiy tabiat qonuni hisoblanadi bular va bu narsalarni aynan oshiq o'zini g'ami bilan bog'lashi, o'zining ahvoli bilan bog'lashi husn talil hisoblanadi. Tardaks mavjud emas, ishtiqoq bor albatta, mana ko'rinib turibdi. Ya'ni jurmona va jurm so'zlari, gunoh amallar, ya'ni gunoh uchun berilgan jazo va gunoh so'zlari o'zaro nimani hosil qilgan? Ishtiqoq o'zakdosh so'zlar she'riy san'atini hosil qilgan. Birinchi va uchinchi savol nimalar? B javob bo'ladi. 30. G'azal baytlarda ishtirok etgan she'riy san'atlar haqidagi to'g'ri hukm so'ralgan. Xo'p, birinchi baytda qo'llangan tamsil oshiqning ruhiy holatini. Yo'q, birinchi baytda tamsil emas, husn talil keltirilgan. Noto'g'ri. Bu javob. B javobga qaraymiz. 4-baytda qo'llangan tashxis ma'noviy bo'yoqdorlikni oshirishga xizmat qilgan. Xo'p, 4-baytda qo'llangan tashxis. 4-baytda tashxis qo'llanilmagan. Ya'ni jonsiz narsani jonlantirish yo'q. S javob. 7-baytda apostrofa she'riy san'ati orqali. Apostrofa qanday she'riy san'at? Jonsiz narsalarga murojaat qilish. Bu yerda murojaat bor. Erinda orif kim? Ya'ni bu jonsiz narsa emas, ruhoniylarga. Orif degani aqlli nima ma'nosida? Yetuk shaxs ma'nosida. Aqlli yetuk ruhoniy deb murojaat qilyapti. Ya'ni bu yerda shaxsga murojaat bor. Bu apostrofa emas, balki nido bo'ladi. Demak, S javobimiz ham noto'g'ri. To'g'ri javob D bo'ladi. 8-baytda tazod she'riy san'at orqali inson o'tkinchi mol dunyodan voz kechishi va nimani? Faqirlikni kasb etish haqida ma'lumot berilgan. Bu yerda tazod faqirlik va g'ino, ya'ni boylik so'zlari orasida yuzaga kelyapti. 31-savol. G'azalning umumiy mazmuni haqidagi to'g'ri ma'lumot so'ralyapti bizdan. G'azalning umumiy mazmuni haqidagi. Xo'p, oshiq hijron azobidan qutulish yo'lini boylik orqali topmoqchi bo'lgani tasvirlangan. Yo'q. Oshiq dunyodan yuz o'girish orqali barcha g'amlardan qutulish mumkinligini, ya'ni farzona bo'lish mumkinligini aytgan. Mana shu javob to'g'ri bo'ladi. 8-bayt. Shoir dunyo go'zalliklarini maqt etib, hayot shodliklariga oshiqona munosabat bildiradi. Yo'q, dunyoning go'zalliklari haqida gap ketmagan. Oshiq raqib ustidan g'alaba qilib, vasl shodligiga erishgani g'urur bilan tasvirlanadi. Yo'q. 32. G'azal baytlar haqidagi to'g'ri hukmni aniqlang. Xo'p, g'azalning ayrim baytlarida peyzaj orqali tabiatning bor go'zalligi. Yo'q, peyzaj yo'q bu yerda. Bor bo'lgan holatda ham u nima husn talil, boshqa she'riy san'atlarni shakllantirish uchun qo'llanilgan. Bu javob. G'azalning ayrim baytlarida ijtimoiy, siyosiy masalalar yo'q, siyosiy masalalar berilmagan, ya'ni davlat nimasiga oid. S javob bo'ladi. Ijtimoiy didaktik mazmun bor. Bu nimada? Aynan 8-baytda bor. Bu dunyoning o'tkinchi ekanligi, boyliklarni, faqirlik esa fano bu, ya'ni oxiratga xizmat qilishi, aqlli dono kimsalar boylikka ruju qo'ymasliklari haqidagi, ya'ni ijtimoiy didaktik mazmundagi g'oya bor. D javob. G'azalning barcha baytlarida ijtimoiy falsafiy mulohaza ifodalangan. Yo'q. Ijtimoiy falsafiy mulohaza mavjud emas. To'g'ri javob S bo'ladi. Shu va shu kabi ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, bizning YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang.